Bugungi video Nozimani tashxislari chiqdi, ammo e'lon qilgani qo'rqyapti deganlar uchun. Nozima bundan oldin bizni hayolimizda aynan Koreyadagilarning gapi bilan juda yomon ishlarda ishlagan. Bu yoqda hamma narsaning javobi chiqib, tugab bo'lgan, faqat bitta mard chiqib shunda e'lon qilmayapti xolos. Juda yomon inson bo'lgan degan xabarlar bor edi, ammo u avvallari qayerda ishlagan, keyin esa umuman qayerda ishlagani haqida ham videolar tarqadi. G'iybatchilar ko'ringlar, mana Nozima nima ish bilan shug'ullangan. Bir ikkita aferistning gapiga ishonib, bitta muslima qizni nomini yomonga chiqarib yuborganlar ko'rsin. Xabarlar bor, Nozimani o'zi umuman qora otliq qilgan Avazbek, o'zi yaxshilik qilib minnat qilgan o'sha bloger bola hozir ijod qilmay qo'ydi va uni ayoli ham haqiqatan ham asabiy bola deya xabar bermoqda. Avaz aka o'lmaydigan farishtamidi? Nozimani onasi Koreyaga ketish uchun tayyorlanmoqda, chunki haqiqatan ham tashxislar chiqdi va tez orada kim qotilligini juda yaxshi bilib olamiz. Aziz yurtdoshlar, videoda qoling, video siz uchun va umid qilaman, iltimos qilardim qo'llab-quvvatlang. Kommentariyadagi har bitta yozilayotgan fikrlar muhim ahamiyatga ega. Erinmasdan fikrlaringizni kommentariyaga yozasiz degan umiddaman va oxirat obod bo'lsin degan inson bo'lsa bittadan like bosing. Kibrlamang, erta indin siz ham o'lasiz. Yaxshilik qoladi sizdan. Bittadan like bosib qo'ying, iltimos men uchun emas. Rossiyada musofirlar uchun to'liq hujjat xizmati. Sizga kerakli barcha xizmatlar bir joyda. Registratsiya, трудовой договор, ish shartnomasi, уведомление о трудовом договоре, 1 yilga ishchi vizasi, рабочий viza, tezkor va ishonchli xizmat, ortiqcha xarajatlarsiz tajribali mutaxassislar yordami, 100% qonuniy kafolatli. Muammosiz ishlash va yashash uchun hujjatlar muhim. Hoziroq murojaat qiling. Quyidagi telefon orqali Telegram, WhatsApp, hattoki Max orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Biz bilan hammasi oson va xavfsiz. Assalomu alaykum, sizlar bilan men bloger Muhammadjon Madiyev. Siz Max Madiyev kanaldasiz. Kanalda mehmonlar, albatta obuna bo'ling. Oxirgi paytlari aynan chet elga ishlash uchun borgan ayollarga juda katta toshlar otildi. Kimdirlar aynan Nozimani bahona qilib, ayollar bu yerga yengiltaklik qilgani keladi. Safardagi ayollar faqatgina zinoda, fahshda degan videolar tarqab ketdi. Aynan shu narsani isbotlash maqsadida hozir sizlarga yana bir videoni taqdim qilaman. Ayol Turkiyaga borgan, ishlagan va chiroyli uylarini sotib olgan va bu ko'plab insonlar haqiqatan ham halol yo'lda ishlayotganligiga yoqqol misol. Dastavval o'sha videoni ko'ramiz, keyin esa Nozima masalasiga o'tamiz. Marhamat. Boshda menga aytishdi, "Ey, Turkiyaga borma, Turkiyaga borgan ayollar yaxshi ayollar bo'lmaydi, uyida, bu uyida" deb rosa yo'ldan qaytarishmoqchi bo'ldi. Lekin men hech narsaga qaramadim. Qariyalarda uyda boquvchi bo'ladi-yu, qariyalarga qaraydigan, shunaqa ishlab yurdim. Xudoga shukr, yomon bo'lmadim Turkiyada ishlab. Ba'zilar aytgandek yomon yo'lga yurmadim. To'g'ri, halol ishlab, halol yurib, halol turib uy oldim. Qari kampirni uyda boquvchi bo'lib qarayman. Endi u qari kampirni injiqlilarini ko'tarishchi o'zi bo'lmaydi. Har bitta nimasini men o'zim уже qarib qoldim. Menga bir qaraydigan odam kerak o'zi aslida. Lekin mana shu bola chaqam uchun, oilam uchun harakat qilib, kerak bo'lsa hamma yog'ini qilishing kerak. Turkiyaga qaytib keldim dedim-ku. Qaytganimda 8 oycha ishladim xolos. 8 oyda ichida bilsiz, shunaqa pochkam og'rib qoldi. Buyragim og'rib, chidolmasdan O'zbekistonga qaytishga majbur bo'ldim. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Aziz yurtdoshlar, Nozima masalasiga keladigan bo'lsak, haqiqatan ham Nozima yaxshi ishlaganligi va umuman hozirgi holatda nimalar ketayotganligini to'liq sizlarga taqdim qilaman. O'zingiz xulosani chiqarib olasiz, marhamat. Nozimani ishi nima bo'ldi? 10-aprelda ekspertiza javobi chiqish kerak edi-yu. Ular oqlangan bo'lsa, sharmanda bo'lishdan qo'rqib jim turibsizlarmi deyishga shoshilmanglar. Ekspertiza javobi chiqqan. Faqat Nozimani advokatlariga ham, hattoki dovernost yozilgan insonlarga ham berilmayapti ekan, sababi faqatgina qizni yaqinlarga berilar ekan.
Shuni hisobga olib, Nozimani onasi shu kunlarda Koreyaga boradigan bo'lib turibdi. Hattoki bu haqida ofitsial saytlardan Kalampuruz ham adashmasam o'zini postiga joylashtirdi. Prosta sabr qilib kutib tursanglar, bor narsani как есть ko'rsatib beramiz. G'iybatchilar ko'ringlar, mana Nozima nima ish bilan shug'ullangan. Bir ikkita aferistni gapiga ishonib, bitta muslima qizni nomini yomonga chiqarib yuborganlar ko'rsin. Birinchi kuni gaplashgan bo'lsa, men shokda bo'lganman o'sha ishda. Siz eshitib turing, menga desa boshqa joyda bo'lmasa, manga urushganmisizlar? Milisaga ishing tushganmi? Onasi shunadiku. Ben milisaga ishim tushgan. U yozda xullas karis bilan diskotekada o'tirganda men o'zim kirib qolib, ko'rib jahlim chiqib, qonim qaynab ketib urganman. U karis bilan nima qilayotgan diskotekada? Ben karis urganman. U qizni shuni yoqasidan ushlaganimda shantaj deb yotib olgan. Dedi bu internetga chiqqan bo'lamsan? Unaqa deb rosa vashita tosh otyapti. Yo, bir narsa Bilganman-da ko'ryapsan. Agar Davernisim bo'lmasa, meni uni kirib yuzini ko'rsatishga, politsiya bilan gaplashishga, yuklarini olishga, borib Sherzod savol-javob qilishga, mana u kartalarni olib yurishga haqqim yo'q. Gunozoda qanday aqvoringlar deysiz? Musulmon. Musulmon ro'zani kunida ichadimi? Opa, siz butuka bilan yo'q, to'xtang, men kimdir tarafini Mana o'ligi ham qanaqa bo'lib ketdi? Yo'q, to'xtang. Chetda u dunyoda javob berasan. Agar sen uni oldida aybing bo'lsa, sen uni gunohli bo'lsa, u ham javob beradi. Bu narsalar o'tdi ketdi. Endi sen bu vaqt, senga vaqt kerak bo'ladi o'zingga kelishing uchun. Sen aybdor emassan. Men Tekshirdik. Hammasini ekspertiza qilindi. 10-20 kunda yana darsha chiqadi javobi, xudo xohlasa. Koreyada o'lib qolsang, o'ligingni yo'qolmasdan O'zbekistonga jo'natib beradi o'sha Avaz akang. Avaz akang o'lmaydigan farishtamidi? Iymoning pastligidan o'ligingni Allohga emas, Avazga topshirib qo'yibsan. Koreyadagilar o'zinglar uchun bu Avazni Alloh qilganmisizlar? Avaz bo'lmasa boshqasi jo'natib beradi degan mana shunaqangi kommentariyani yozayotgan negativchilar. Sizlarga tegishli bu meni murojaatim. O'tgan safar profilimga Koreyadagi ba'zi bir insonlar, Koreya yangiliklari admini Avazbekni orqasidan har xil ig'volar qilmanglar. Ertaga siz u bizni mayitimiz shu Avazbekni qo'liga tushib qolishi mumkin. Buni siz u biz bilmaymiz, Alloh biladi degan gapimni ko'pchilik noto'g'ri tushunganda. Haqiqatdan ham musofirda yurganlar, Koreyada yurganlar hech kim mana shu yerda o'lib ketay, yurak xurujidan, davleniyam ko'tarilib ketib yoki ko'rsatuvlarda avariya bo'lib yoki ichimga jin shaytonlar kirib qolib o'zimni osib o'ldirib yuboray deb yashamaydi musofirdagilar. Koreyada yurgan insonlarning atrofidagi insonlar hammamiz odatlanib qolganmiz Avazbekka aloqaga chiqishga. Chunki hech birimizni qo'limizdan kelmaydi qayga yugurishga, kimga murojaat qilishga. Buni to'g'ri tushuninglar. O'tirib olib, sizlar bekorchilikdan, sen o'ligingni Avazga topshirib qo'ygansan, sen o'ligingni Avaz o'qiladi, Avaz bu qiladi. Avvalambor men o'zimni, borimni, o'ligimni yo tirigimni Allohga topshirganman. Javobi chiqqan, bu yoqda hamma narsaning javobi chiqib, tugab bo'lgan, faqat bitta mard chiqib shunday e'lon qilmayapti xolos. Kitobi bor deysiz, o'ylasak o'ylamasak fakt bu. Tushundingiz ham? Shuning uchun ishonmanglar bunaqa fitnalarga. Mana shu paloncha o'z paloncha pistonchalari
yozaveradi deganimda men ustida yozarmish. Nima deysizlar endi men haqiqatni gapirgan o'lib ketaymi bu oldingi zamonlar deydi haqiqatni gapirganlarni osib cho'ktirib bir narsalar qilib yuboradi biz chiroyli zamonda yashayapmiz to'g'rimi unaqa qilmasak. Assalomu alaykum azizlar. Men hozir o'ylanib bu videoni qilyapman. To'g'risi juda ko'p o'yladim, chunki menga juda ko'p savollar berilyapti. Nimaga jim bo'lib qoldingiz? Nimaga ko'rinmay qoldingiz? Nimaga primoy qilmayapsiz degan savollar bo'lyapti. Hozir to'g'risi menda ko'nglimga hech narsa sig'mayapti. O'sha kuni ham video qilgan bo'lsam, primoy qilgan bo'lsam, to'g'ri yig'ib bitta savolga javob berish uchun qilgan edim, lekin hozir vaqtim bo'lmayapti. Juda ham yugurimiz ko'p, juda ham anaqa yoz chizlarimiz boshlangan, qonuniy harakatdamiz. Faqatgina qonuniy harakatda bo'lib turgan anaqada tenglikda bittagina u bilan emas, men bitta narsaga hozir juda qoyil qoldim. Bu narsani aytib o'tib ketishim kerak, aytmasam bo'lmaydi. To'g'risi men o'yladimki, bir o'zimni kuchim yetmaydi, уже men qolib ketaman yarim yo'lda. Yolg'iz edim. Bir og'iz bilan aytganda, bir so'z bilan aytganda men yolg'iz edim. Lekin menga odamlarning duosi birinchi o'rinda juda katta yordam beryapti. Qo'llab-quvvatlashlari, SMS yozib meni qo'llashlari, men bilan birgaliklari, har xil bo'xton tuhmatlarga ishonmasdan men bilan birga bo'lishayotgani menga juda katta dalda bo'lgani uchun o'sha odamlarni duolari bilan yana kuch-quvvat yig'dim, lekin ayni paytda ta'kidlab o'tishim zarur bu narsani. Menga bu narsalarni oxirigacha olib borayotganimda juda katta yordami tegyapti. Dalil.uz Javohirni, Rahmat ukajonim men bilan birga yelkama-yelka turib, hattoki mendan ham ko'p narsalarni izlab, topib, harakat qilayotganingizdan juda xursandman. Ilohim Alloh o'zi sizni panohida asrasin. Ishlaringizga omad ilohim. Ishni oxirigacha yetkazishingizda qotillar bor bo'lsa, o'sha yerda haqiqatan ham qotillik bor, men bunda ikkilanmayman. Qotillar bor bo'lsa, ularni jazolashda oxirigacha yetkazishingizda menga ko'mak berayotganingiz uchun sizga kattadan katta rahmat aytaman, minnatdorman. Ishlaringizga omad.